Endi siz Rossiyaga bora olmaysiz agar quyidagi shartlarni bajarmasangiz. Videoni oxirigacha ko'ring, tushuntiraman. 30-iyundan boshlab kirish va chiqishda biometrik ma'lumotlarni, ya'ni barmoq izi skaneri va hokazolarni Rossiya Federatsiyasining har bir chegara nazorat punktida, quruqlik, dengiz va havo yo'llarida topshirish zarur bo'ladi. Bundan tashqari, Rossiyaga kirish uchun kamida 72 soat oldin ariza berish va RUID mobil ilovasidan foydalanish talab etiladi. Eng qizig'i, ushbu ilova hozircha App Store'da ham, Google Play'da ham yo'qmish. Batafsil ma'lumotlarni siz yo'lovchi aviasales.uz dan yangi sayohatlar haqidagi mediadan topasiz. U yerda sayohatchilar uchun har xil qiziqarli va foydali materiallar tekinga berib boriladi. Yuqoridagi o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, bunday talablar diplomatlar va ularning oila a'zolari, xizmat va diplomatik pasport egalari, shuningdek 6 yoshgacha bo'lgan bolalar hamda Belarus fuqarolari uchun amal qilmaydi. Xo'sh, sizga ham yangi talablar ta'sir qilarkanmi yoki yo'q? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Rossiyaga borib kelib yuradigan hamsoyalarga videoni jo'natib ogohlantirib qo'ying.